O'quvchilar, bugun biz matematika darsida o'yin darsimiz bor ekan, ta'limiy o'yin. Ozgina yozuv chizuvdan charchadik-a. Ana endi biz bugun omadli sharlar ta'limiy o'yinini o'ynaymiz. Unda siz sharni yorasiz, ichidan og'zaki misollar chiqadi. Javobini ishlaysiz va pul yutug'i ham bor. Nima uchun omadli shar deymiz? Chunki qaysidir sharni ichida pul mukofoti bor ekan. O'yinimizni boshlaymiz. Qani? 60 qo'shib 30. Nechi bo'ladi? 60 qo'shib 30? 90. Barakalla, qarsak. Rahmat, o'tir. O'quvchimiz, marhamat. Bittani teshamiz, ninani qo'yamiz. Qani, nima ekan? Ochamiz. 7 qo'shib 8 14. 7 qo'shib 8 14 deyapti, to'g'rimi? Yo'q. Nechi bo'ladi? O'ylab ko'r. 7 qo'shib 8. Nechi? 15. Voy, Musaddiq, ozgina ishlaysan, bilimingda o'tir. Keyingi o'quvchimiz Muhammad, boshla. Bittani tesh. Misol tushdi, olamiz. Nima ekan? O'qimiz. Nechi? Nechi? 90 qo'shib 10, 100. Barakalla, o'tir. O'qiymiz. Nima ekan? O'rrik! Pul mukofoti qarsanglar chalamiz. Voy, Rustammi! Omadli 5000 yutug'iga ega bo'ldi. Qarsang chalamiz. Ketdi? Voy! Yaxshilab tiqsan, yaxshilab tiqdim. Keyingisini qil, bo'ldi. Nima ekan? Ol. Shikolat chiqmadi. Bormi? Voy, demak, ichidan hech narsa chiqmadi. Bu degani o'quvchi joyiga borib o'tiradi degani. Ochamiz. Nima ekan? 74 ayru 13. Nechi bo'ladi? 6. 61. Qani, 74 dan 4 dan 3 ayirsak 1, 61. Barakalla. Keyingisi. Qani, eshitamiz. Aytmaymiz, jimki. Voy, misol chiqdi. O'qi, 20, 35. Nechi bo'ladi? 35. To'g'rimi? 55 bo'ladi. Afsuski topolmading. O'tir. O'quvchimiz Baxtiyor. Xohlaganingni. Hoppa. Yo, chiqish kerak. Chiqdi. Qani, tushib ketdi, qat ketdi. Ana. Qani, nechi chiqdi ekan? 1, 2, 3. 100 ayru 80 20. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz. Hoppa, tushdi. Ninam qo'y. O'qiymiz. 100 ayru 90. 100 ayru 90 javobi. Javobi 10. Barakalla. Davom etamiz aziz o'quvchilar. Davom etamiz. Boshladik. Ana, olamiz. Qani, Fotimaga nima tushdi ekan? Ochamiz. Misol 100 ayru 2. 100 ayru 2. Chiqib ketmay. 90? 100 dan 2 ta ketsa nechi bo'ladi? 90? 98 Fotima. Olib ketur. Keyingi Biloliddin. Ketdi. Nima ekan? Qizlar. 60 ayru 40. Qani, 60 qo'shuv 40. Nechi bo'ladi? 60 ga 40 ni qo'shamiz. 100 bo'ladi Biloliddin. O'tir, yaxshilab ishlagin. Fiza. Mana tushdi. Olamiz. Voh, qarsaklar! Pul yutug'i tushdi. Demak, Hafizaga ham 5000 yutuq tushdi. Qarsang chalamiz. Muslima, qani yana pullar ko'p. Mana. O'qiymiz. Nima ekan? 94 ayru 20. Shoshilmaymiz. 94 ayru 20. 74. Qani, 94 dan ayirsak 20 ni 74 bo'ladi. Barakalla. Keyingi o'quvchimiz navbat. Olamiz. Qani, nima ekan? 74 ga qo'shamiz 13. Hisoblaymiz. 83mi? 74 qo'shib 13. 4 ga 3 qo'ysak 7. 7 ga 1 8. 87. Demak, Xadichaga ham qarsak yo'q. Keyincha. Barakalla. O'yna. Yaxshi. Olamiz. 100 ayru 70. Necha? Necha? Amina, 100 ayru ketsa, 10 ta so'rashamiz. O'qiymiz. Ana, olamiz. 72 ayru. Necha? 72 ayru 2. 2 dan 2 7 dan ketsa, 10 ta. Demak javobi 60. Bu yerga solib ishlaydi. Xalos. Misol qo'y. Mana. 70 qo'shib 30, 100 barak. Navbatdagi. Hoppa. Qani ko'ramiz. Pul yutug'imi yo'q, yutug'masmi? Ochamiz, hayajonli. Misol ekan, 87 qo'shib 13. Qara, 7 ga 3 qo'ysang 10 nol yoziladi bir dilda. 8 ga 1 qo'ysang 9 dildagi bilan 10. Nechi bo'ldi? 100 bo'ldi, barakalla. Ahmadjon misol bilan ishla. O'quvchimiz, marhamat. Misol. Qani, ochamiz. Omadli bo'lsa. Yo'q, misol ekan 84 ayru 10. Barakalla. 5 o'quvchimiz. Ketdi ol.
Nechi, qani? Pul yutug'i tushdi, qarsaklar. Demak, Abdullaga ham pul yutug'i tushdi. Qarsaklar chalamiz. Chalik, Sherzod. Tushdi, keyingi o'quvchimiz. 90 ayro 70 barobar 10. 20 to'ppa o'quvchimiz. Ana. Misol 64 ayro 12. Barakalla. Qani, keyingi o'quvchimiz. 66 ayro qo'shuv 10. 66 qo'shuv 10. 76. Barakalla. Yon. Voh, misol soch o'tirib ket. Qani o'qiymiz? Qani nima ekan? Pul. Pul, qarsaklar. Bolalar, pul yetirga bo'ldi. Qani pul yetganlar ko'tarsinchi qo'lini. Bolalar, xayrli narsalarga ishlatamiz. Uyimizga bugun ikkita yopgan non bermaydi, 5000 ga beradimi? Yo'q, bermaydi. Bitta dona buxanka bo'lsa ham olib boringlar. Chunki ro'zg'orga hozirdan o'rganib, uyim joyim desanglar, bu sizlarning birinchi topgan mehnat halolinglar bo'ladi. Qarsanglar chalamiz. Bu o'yin sizlarga yoqdimi? Demak, bu misolni siz o'ylab, topib, tez aytib, nima qildingiz? Tez ishlashga harakat qildingiz. Ishlamaganlar ko'proq ishlasa, xo'pmi? Keyingi o'yinga o'tamiz.